Assalomu alaykum. Sizlar bilan Saida Sabirovna, ayollar shaxsiyati bo'yicha ekspert va bugun siz bilan aktual bo'lgan mavzuda, ya'ni manipulyator erkaklar haqida gaplashamiz. Keling, birinchi manipulyatsiya so'zi haqida bir tushuncha beraman. Manipulyatsiya bu insonni ongiga, hissiyotlariga yoki xatti-harakatlariga bosim o'tkazib, o'z xohishi yo'lida uni mana shu xohishlarga erishishlikda majburlash deyiladi. Aslida qanday ayollarga ko'pincha manipulyator erkaklar uchrashadi? Ko'pincha bunday ayollar samootsyenkasi past yoki doimiy isbotlash holatida bo'lgan ayollar uchraydilar va ko'pincha shunaqa holat bo'ladiki, ular bir munosabatlarni to'xtatib keyingi munosabatlarga o'tganlarida yana aynan manipulyator erkaklar uchrayveradi va buni boshlanish nuqtasi yoshlikka borib taqaladi. Ya'ni manipulyator ota-onalardan zulm ko'rgan qizlar desak ham bo'ladi. Ya'ni ular yoshlikdan qara, mana buning qizi nimalarga erishdi, u yaxshiroq o'qiydi, u mazaliroq ovqat pishiradi, san esa qo'lingdan hech narsa kelmaydi, qachon qarama boshlagan ishingni yaxshi natijaga olib kela olmaysan degan ota-onaga mana bu qizlar ong ostida isbotlashga kiradi va ular katta bo'lganida ham ana o'sha ota-onadan qolgan bo'shliqni boshqa insonlar bilan to'ldirish uchun doimiy o'zidan kechgan holda boshqalarga yoqishga, isbotlashga harakat qilaverishadi. Ya'ni manipulyator erkak u qanday bo'ladi? U doimiy rolda bo'ladi. Ya'ni u hech qachon o'zini aybdor hisoblamaydi va har doim aybni ayolga qo'yadi. Va hozirda maslahat berardimki, siz video davomida o'zingizni test qilib o'tishingizni, agarda siz hali turmushga chiqmagan bo'lsangiz, shunday inson bilan munosabat qilayotgan bo'lsangiz, u holda darhol anglang. Bu inson hozir bu gaplari bilan mendan nima xohlayapti? Ya'ni qachonki siz aniqlaysiz, bu manipulyator erkak va meni aybdorlik hissiga kirgizmoqchi, shu bilan o'z niyatiga yetmoqchi, shunda siz bilasiz qanaqa tutish kerakligini o'zingizni. Ya'ni manipulyator erkaklar ular boshida o'zlarini juda ham mehribon, juda ham romantik, sovg'alar beradigan, san hech kimga o'xshamaysan, san o'zgachasan, hattoki shunaqa holatlar ham uchraydiki, oilalik erkaklar boshqa bir ayolga yoki qizga meni ayolim sandek emas, san yaxshisan, san undan aqllisan, san doim menga xo'p deysan deb turib manipulyatsiya qiladi va u ayol va qiz shunchalar harakat qiladiki, ha, menga aytdi-ku, men yaxshiroq ekanman. Demak, men nima desalar xo'p deyishim kerak. Natijada men uni xotinidan yaxshiroqligimni isbotlashim uchun deydi va bu nimaga olib keladi? Ayolni ishonchi yanada tushib ketadi, ayol kasal bo'ladi, o'zini aybdorlikka kirgizadi. Aynan boshlanish etapida erkak kishi xuddi unga bir yaqin do'stdek uni aynan o'sha og'riqli tochkalarni aniqlashga harakat qiladi. Misol uchun, u nimadan uyaladi, u nimadan qo'rqadi, ana shu narsalarni bilib olgandan keyin, ya'ni unga keyingi munosabatda, keyingi maqsadlarga erishishlikda o'ziga qurol qilib oladi. Va keyinchalik uni aynan o'sha uyat hissi bilan, ya'ni nimadan uyalishligini bilib olgan bo'lsa, aynan shuni yuziga solib, ya'ni boshida aytib o'tganimdek, u doimiy yosh bola pozitsiyasida. Chunki biz agarda adekvat erkakni olsak va yosh bola pozitsiyasidagi erkakni nimada farqi deydigan bo'lsangiz, adekvat erkak u munosabatlarda muammo bo'lganda, ana shu muammo nimadan kelib chiqyapti va qanday yechimga kelsak bo'ladi deb yechim qidiradi. Manipulyator erkak esa u arazlab oladi va ko'pincha holatlarda u jimlik bilan aynan u ayolni jazolaydi.
Ya'ni ayol yoki qiz qatta xato qildimikin deb o'zidan ayb qidiraveradi, lekin manipulyator erkakka aslida farqi yo'q. U nimadan xafa bo'lyapti, siqilib kasal bo'lyaptimi, kechalari uxlamayaptimi, yig'lab chiqyaptimi, unga buni aslo farqi yo'q. Chunki aynan u boshlagan o'yinda siz reaksiya bildirdingiz va kirishdingiz o'yinga va u bu holatni yana takrorlayveradi. Ya'ni bu holatda ayol uni yo'qotmaslik uchun o'zini yo'qotishiga to'g'ri keladi va ko'pincha u aynan manipulyator bilan munosabatda bo'layotganligini anglamay ham qoladi. Aynan shunaqa holatga tushmaslik uchun qanaqa yechim qilish kerak? Keling, manipulyatsiyani ana o'sha ota-ona manipulyatsiyasi bo'lishi mumkin yoki do'stlarimiz manipulyatsiyasi. Aynan har bitta holatni ko'rib chiqaylik. Misol uchun, siz uchrashuvga ketyapsiz va buni oldindan aytgansiz. Kuni bilan o'zini yaxshi his qilgan ona aynan siz ketadigan paytingiz sizga aniq aytmaydi. Hozir mazam bo'lmayapti, menga birpas qara yoki dorimni ber, keyin bora qol deb yechim qidirmasdan, ha mayli boraver, ishingni qoldirma, men o'zim skori chaqirib olarman, tez yordam chaqiraman, mazam bo'lmayapti deb turib, uni manipulyatsiya qilish yo'li bilan, ya'ni o'zini aybdorlik hissida paydo bo'ladi va unday qiz tabiiyki onasini tashlab ketmaydi va boradigan uchrashuvni qoldiradi. Va mana shunday holatlarda siz nima qilishingiz kerak? Aniqlaysiz. Hozir bu holatda mendan nima xohlayaptilar va men nimani his qilyapman? Ya'ni aniqladingizmi manipulyatsiya bo'layotganini? Siz aynan reaksiya qilishingiz kerak bo'lgan joyda uni teskarisini qilasiz. Misol uchun, aynan o'sha erkak konsultatsiyamga keladigan ayollarda shunday holatlar ham bo'ladiki, ko'zi ko'kargan holatda keladi va nega bunaqa holat bo'ldi deganimda, ular aytadilar: turmush o'rtog'im telefonda ish bilan gaplashayotganlarida men kirib qolgan edim. Keyin ular ishlari bitmadi va qarang, bu yerda u ayolni aloqasi yo'q ishi bitmasligida. Lekin u o'zini hech qachon aybdor his qilishni xohlamaydi va o'zidagi aybni ayolga o'tkazishga kirishadi. Va u aytadi: o'sha payt sen kirib qolding, o'shaning uchun ham meni ishim bitmadi. Ya'ni bunaqa holatlar har xil yo'llar bilan bo'ladi. Ya'ni sen o'zingni shunaqa tutmaganingda meni jahlim chiqmasdi, urmas edim. Ya'ni uni ishi bitmasligida, u qo'l ko'tarishligida buni hech qanday aloqasi yo'q. Lekin ayol har gal yana men aybdorman, yana men nima qilsam to'g'rilanaman deb o'zini aybdorlikka tiqaveradi va bu ayolni hech qachon baxtli qilmaydi. Unda aynan o'sha erkakka bog'liqlik paydo bo'ladi. Qachonki uni kayfiyati bo'lmasa, bu ayol yana o'zidan ayb qidirib boshlaydi va shunaqa holatlar ko'p bo'ladiki, aslida u erkak maza qilib yuraveradi do'stlari bilan yoki kompyuterda qandaydir o'yin o'ynab, lekin ayol ich etini yemirib, yana qatta xato qildim, men turmush o'rtog'imni baxtli qila olmayapman degan fikrga kelib qoladi. Ana shunday o'z xotinini yomonlab turib, ya'ni ijtimoiy solishtirishga kirib, sizni ana shu yerda ko'tarib va keyin vaqt o'tib u yo'q bo'lib qoladi. Siz o'ylab boshlaysiz, yana qatta xato qildim, yana nima deb qo'ydimki, u yo'q bo'lib qoldi deb ayb o'zingizdan qidirasiz va u yana hayotingizda paydo bo'lib, o'zidan jertvani, ya'ni qurbonni yasab oladiki, yoki uni ishida muammo bo'ldi, yoki yana xotini uni tushunmadi, yaxshi ham sen borsan, sen tushunasan, men senga uylanaman va ayolim bilan ajrashaman, chunki sen eng men bilganlarim ichida yaxshisan degan holatdagi erkak bilan agarda siz hozirda aloqa qilayotgan bo'lsangiz, munosabatda bo'lsangiz, u holda bilingki, 99.9% bunday erkaklar hech qachon turmush o'rtoqlari bilan ajrashmaydilar. Bu shunchaki manipulyatsiya. Ularga mana shunday sizga o'xshagan bir qurbon kerak aslida.
Va hozir sizga bir shunday formulani beramanki, ana shuni siz o'zingizga amalda qo'llaydigan bo'lsangiz, manipulyatorni u sizni tepangizdan turib boshqarmaydi va siz aksincha boshqaruvga o'tasiz. Birinchi savol, manipulyator erkak o'zgaradimi? Ha, agar u sevsa va mana bu munosabatlarni saqlab qolmoqchi bo'lsa, u o'zgaradi. Qachonki u anglab yetadi, uning o'yinida u xohlagandek siz reaksiya bildirmayapsiz. Ya'ni, bilasizmi, it bilan sherni nima farqi bor? It tayoqni otayotgan insonni qo'lidagi tayoqqa qaraydi. Sher esa tayoqni otmoqchi bo'lgan insonga qaraydi. Siz manipulyatorni manipulyatsiyasiga berilmasdan, aksincha uni holatiga qarang. Bu hozir nega menga unaqa dedi? Uni maqsadi nima? U bu bilan mendan nima xohlayapti? Va shu paytda siz unga savol bersangiz bo'ladi. Misol uchun, turmush o'rtog'ingiz manipulyatsiya qilyaptimi sizni? Siz aytasiz: "Adasi, hozir men ko'ryapman, sizni kayfiyatingiz yo'q, jahlingiz chiqyapti. Bu menga yomon ta'sir qilyapti, chunki men siz uchun xavotir olyapman. Nima qilib bunga yechim topsak bo'ladi? Men yoningizdaman, men sizni qo'llayman. Ochiling menga, ayting" desak, avtomatiski siz tepaga o'tasiz. Ya'ni siz endi savol beryapsiz va bunday holatda erkak ko'radimi, siz uni o'yinida reaksiyaga kirishmayapsiz, aksincha endi siz savol beryapsiz. Mana shu holatda erkak tushunib yetadiki va bu bilan bunaqa holatlar tez-tez takrorlanmaydi. Sekin-sekin bu o'yin bu ayolimga o'tmayapti deb turib, u boshqacha yo'l bilan muammoni yechishga kirishadi. Va manipulyator erkaklarni men odatda o'rgimchakka o'xshataman. Ular pashshani bitta yeb qo'ymaydilar. Ular aynan o'sha o'zini romantik, mehribon inson qilib ko'rsatishlari bilan ana shu o'rgimchak to'rini to'qiydilar. Keyin pashsha unga yopishib qoladi va ayollar aynan emotsiyaga berilib yashaganlari uchun, hissiyotli bo'lganlari uchun erkak o'zini jahli chiqqanida, qo'l ko'targanida, bu holatlar har xil bo'lishi mumkin. Haqorat qilganida ayol aytadiki, "Ha, bular hozir qiynalyaptilar-de, ishlarida muammo-de, men aybdorman-de, keyin ularni tushuning, qo'llab bering. Axir men yaxshiman-ku ular uchun, ular meni yaxshi ko'rganlar uchun va uni yaxshi ko'rganingda men nima qilarding? Sani shu dugonang buzyapti, oyinga borib kelgandan keyin o'zgarib kelding" deb hamma atrofidagilardan uzilib, aynan faqat o'ziga bog'lashlikni harakat qilganda, ilmi bor ayol darhol anglaydi va bunga yechim bo'ladi. Yoki agar hali u sizni turmush o'rtog'ingiz bo'lmasa, uzoqlashish kerak bo'ladi, chunki bunday insonlar xuddi vampir kabi doimiy rolda, doimiy aybdor emas va doimiy qurbon bo'ladilar va ularga mana shunday o'ljalar kerakki, ularni aybdorlik hislarini, ularni maqsadlariga erisha olmaganliklaridagi yutqizish hislarini, xafa bo'lgan jahl hislarini sizga o'tkazib turib, shundan o'zlari yengillik tortadilar. Aslida manipulyatsiya ongli va ongsiz ravishda bo'ladi va o'ylaymanki, aynan bugungi videodan siz o'zingizga kerakli bo'lgan ilmni olasiz va uni albatta yaxshilikka ishlatasiz deb o'ylayman. Menga obuna bo'lishni unutmang, kuzatishda davom eting. Eng kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni berishda davom etaman. Va dono ayol bo'lib, er-xotin munosabatlarini yanada mustahkamlash uchun esa tez kunda boshlanadigan mo'jizalar kaliti kursimga yozilishingizni maslahat beraman. Va pastda qoldiradigan havolaga o'tib, o'z joyingizni band qiling. Ko'rishguncha.